Birinchi gina tugul, bu endi mening birinchi kelugim. Ko'ngil qanotlana, ishib kelamiz, ishib qaytamiz. Munda butunisiga o'zingiz ko'rib turasiz. Sog'liqsiz, salomatsiz kishilar keladi. Yuzlari oshiq, mana o'tiralar. Ko'ngildigina barsida. Dinga kelganda men o'zim dinga berilgan kishi namozni o'qishga tirishaman. O'rozani tutdim 30 kun qabul qilgan bo'lsam. İxtibar ete. Mesela yıllar sürüşü, eybetimle kadar invaytlar için türlü bariyerlardan ötebiz. Tramvaya kirge bulakacasklar bilen. Olacaktan eybet. Şehir yetekçiliğine olacaktan rahmet. Elhamdülillah. Allah'ın rahmeti bilen mana şul bizning dostlarımızны şunday sınavlarını kechiruvchilarni endi biz g'ayitning ikkinchi kunini jiyamiz o'zimizda. Ham u bizning g'adatga kirgan, chunki g'ayit kunni kishi bek ko'p, mashaqqat ko'p. Ularga shu kunni kelirga bek o'ng'aysiz. Bugun ikkinchi kunni, misol uchun butun qo'noqlar ketganda betini shayda ta'minrak bo'la. Shunga ko'ra mana ularni shulay ikkinchi kunni chaqirib, shunday jilli shunday muhitda motor etib, zo'r g'oyla bo'lib shulay motor etib ularni qarshi olamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallohu ahad. Allohus samad. Lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Rabbim, şuşa jiyillarımızı hayırlı jiyillardan kıl. Ya Rabbim, bu dünyada bir özüne itaat etip, kuşkanlarını ötep, kıyganlarından tıyılıp yaşavlarımızı her birimizge de nasip eyle. Nindigine halde olsak da, nindigine haletke düşsek de, Ya Rabbim her vakitte da özüne şükür etip, özün kuşkanların boyunca yaşavlarımızı nasip eyle. Zo'r g'oyla bo'lib shulay motor etib ularni qarshi olamiz. O'shatamiz, ishirtamiz, shulay azrak angama qilamiz, bir-birimiz bilan silashib shulay, o'rtoqlashib shulay, endi shulay mana vaqtni o'zdiramiz. Allohning rahmati mana uning havo tirishida gil ularga yordam etadi. Shunga ko'ra plovlarni pishirib, mana shulay o'shakda pishirib, o'shakda pishirgan rizqol ko'pga ta'minrak endi biz bilamiz. Yili munosabatda mana shulay motor etib, ularni qarshi olishga tirishamiz. Assalomu alaykum. Men Shamiyeva Ramziya bo'lam. Bu mening o'g'lim Shamiyev Romil bo'la. Biz Nishkamskiy shaharine Ko'pmara rayonidan kelib o'rnashdik. Hali bunda kelgani bizga ko'p tugul, bizning yilda 8 oygina. Mana bu yil masjidga birinchi topqirgina kelamiz hali. Mana kechada kelgan edik, tinglab ketdik, namozlar, va'zlar. Bugun da shuning uchun keldik. Allohga shukr, eson sog'gina. Bizga bu shaharda bek o'shay, bek yaratib yashaymiz bu shaharda. Benim o'g'lim uchun yurishga da o'ng'ayliklari ko'p, avtobuslarga kelganda da bunda kelgach iпташlar topdi, do'stlar topdi. Mana masjidlarga kirdi birinchi topqir. Alloh taolo shu shaytirib masjidlarga yurga yozsin, sog' salomat bo'lirga yozsin, barchamizga jon tinchligi, ko'ngil tinchligi bilan salomatlik bilan yashashga yozsin.